payg'ambarimizni vafotlaridan keyin Ya'fur degan minib yurgan eshaklari o'zini quduqqa tashlab o'lgan ekan. Tuyalari ovqat yemay qo'ygan ekan, oxirida ochlikdan o'lgan ekan. Bilal Habashi azon etolmay qolgan ekanlar. Odamlar iltimos qilishgan ekan, "Ey Bilal, bir azon eting. Payg'ambarning davri durdonasini bir eslaylik. Payg'ambarimizning davrlarini bir eslaylik. Men endi azon etolmayman. Azonda Muhammadning nomi bor. Qachon Muhammadning nomi tilimga kelsa, yuragim ezilib ketyapti. Men azon etolmayman" deb Bilal Habashi Shom safariga ketib, payg'ambarimizning vafotlaridan keyin u kishi ham dunyodan ko'z yumib ketgan ekanlar. Shunda bir ajib holatlar, ajib hodisalar ro'y bergan ekan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam betob bo'lib yotganlarida vasiyat qilgan ekanlar: "Ey birodarlar, mana shu yotishda dunyodan o'tishim sizlarga ibrat bo'lsin. Qaysi biringlarni boshinglarga musibat tushsa, meni bir eslab qo'yinglar. Agar dunyoning qadri bir arni qanotichalik bo'lganda edi, xotamul anbiyo bo'lgan, jami payg'ambarlarning xatmi kunandasi bo'lgan, menga vafo qilardi-ku. Menga vafo qilmagan dunyo ummatimga ham bevafo bo'ladi" degan ekanlar. Shundan keyin payg'ambarimizning vafotlaridan keyin qaysi bir insonning boshiga musibat tushsa, ta'ziya bildirgan paytlarda, "Ey birodarlar, Rasulullohni bir eslab qo'yinglar. Payg'ambarning oldida biz kimmiz? Payg'ambarga tushgan musibatlarning oldida bizning musibatimiz nima bo'pti? Payg'ambardek zot ham shunchalik qiyinchiliklarni ko'rdilar-ku, musibatlarni ko'rdilar-ku. Biz kimmiz?" deb odamlar bir-biriga taskin berishar ekan. Haqiqatdan ham bir nazar soling. Tug'ilmasdan otadan judo bo'lishdik. Tug'ilgandan keyin bolalik davrlarida onani qo'lida yetim bo'lib, onalardan judo bo'lishdik. Onani vafotidan keyin amakilarning qo'lida, buvalarning qo'lida o'tgan hayotlari, yetimlik bilan o'tgan hayotlari, qavmi qarindoshlarining qo'llarida bo'lganliklari, da'vat boshlangan paytda payg'ambarimizning boshiga kelgan oxir kunlar, o'zlarini jigarlardan yetgan jabr zulmlar, jon berishlari ham og'ir bo'lgan ekan. Hazrati Oysha onamiz: "Men shu paytgacha noto'g'ri o'ylar ekanman. Bir inson jon berishga qiynalib qolsa, Alloh uni azobini mana endi ko'rsatyapti. Jon berishga qiynalib turibdi deb o'ylardim. Agar jon berishning qiyinchiligini bunaqangi hikmati bo'lmaganda edi, payg'ambarga bunaqangi o'limni Alloh ravo ko'rmasdi. Payg'ambarning ham jon berishi og'ir bo'ldi. Buni bir hikmati borki, Rasulullohga Alloh shu o'limni ravo ko'rdi" degan ekanlar.